Shu Ozarbayjonlik Chingiz Pahlavonning videosiga Jaloliddin Manguberdi avlodlaridan atvet. Chingiz Pahlavon 8 kilolik toshlarda bajargan, biz 32 kilolik toshlarda atvet qaytaramiz. Qayoqdagi bachkana faxsh videolar bir kunda millionlab like prosmotr bo'ladi. Nahotki O'zbekistonning kuchini butun dunyoga ko'rsataman deb harakat qilib turgan sportchilarda poddeshka kam. Shu videoda birlashib O'zbekistonning kuchini birgalikda butun dunyoga ko'rsatamiz. Haqiqiy 32 kilolik polvon toshlar. Axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, bolam dema vatanim meni. 50 ming obunachi bo'lsak 5 kilometrga kelik tortib o'rtasida yana bitta rekord qo'yamiz. Obuna bo'lib maksimalni qo'llab-quvvatlab turing. Xorazm